birinchi onalarimiz Hadicha roziyallohu anhoni qabrlariga yaqinlashyapmiz. Shu qabristoniga ko'rsatib qo'yaman 10 kun zamonda. Kesem buraya koysam onu bir karar vermedi. Arabaya geldi. Özbekistan. Aşçı yaptı. Sonra mesela oldu yaptı. Sözlerine kötü tepki olmuyor da. Yani çok çaş var yaptı. Yine sözlerine göre yaptı. Çaş var. Yine o aşçı yaptı. Gekuna var. Soğudu geldi. Topuk geldi. Bitmece topladı ya. Pescarada Yok, taşkarda ama özümü solu oluyor. İyi. Özümü gereken o kadar nakit. Güzel soru. Oraya buraya götür. Kötü soru koy. Oturana gel. Ben abi söyleyeyim. Kötü soru da başka soru. Öyle ki onlar balık sonra gel. Tuğla çocuğun para çocuğu gel ondan. Endi mana oshxonalar o'zi beryapti, gastinisalar shuning uchun kam odam bo'lsa kerak. Ayog'i 800 mingga yig'ib jo'ra. Asha, tabiat. Chat. Bunga bir marta ovqatlanish bo'ldi. Hadi var. Yirmi gitmeye. O kadar girmeye. Beşte yok, beşte bir girmeye. İki usul var olur. Hadi olmazsa Mustafa beni bulamaz. Biraz var. Sumça bilan barakat. Telefon. Aşağıda. Yana kelinglar. Bo'ldi. Harbola akka. Hava Jamoat o'ng tomonni boraylar-da. Mana shu qabriston bo'ladi. Mana qabr. Mana shu Oysha onamiz, Hadicha onamiz yotgan qabriston. Qoraylar hammasi qabrlar tagida tosh bor. U yerda ba'zi bir 4-5 ta mayit bo'lishi ham mumkin-da. Chunki 3 yilda bir Madinada 3 yilda bir almashtiradi, xabaringlar bor. Mana to'g'rimizdagi masjid o'rtasidagi Jin degan masjid. Buni alohida tarixi bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'illari, boqindi o'g'illari Zayd ibn Horisa bilan Toyibga da'vat qilib borishadi. Bu yerda toshvaran bo'lib, kavushlari qonga to'lib, xafa bo'lib kelishayotganda mana shu joyga kelganda Alloh taolo Jibril alayhissalom orqasi tushib, "Ey Muhammad, siz xafa bo'lmang. Sizni Qur'on o'qiyotganingizni eshitib, jinlardan ba'zi bir toifasi musulmon bo'ldi" deb Alloh taolo alohida jin degan sura nozil qildi. Alloh taolo o'zi aytadi: "Va ma xalaqtul insa val jinna illa liya'buduni" debdi. Men odamlar bilan jinlarni o'zimga ibodat qilgani yaratdim deydi. Ulamolarimiz fiqh kitoblarida aytadi: jinlardan ham musulmonlari ko'p. Misol tariqa aytadi, bir hayvoningiz, qo'yingiz, molingiz qochib ketadigan bo'lsa, katta ko'chada yugurib ketyapti. Ey musulmon birodar, to'svaring deb baqiring. O'sha yerda jinlar sizni eshitib, hayvoningizni qaytarib qo'yadi deydi. Shunaqa holat bo'ladi. Shaxsan o'zimizda ham mana shu hayvon ushlaymiz. Va chol ketyapti, to'xtab turib orqaga qaytib qoladi.
Ashunda ey musulmon birodar to'svaringlar deb baqirsa, jinlar eshitib hayvonni to'sar ekanda. Nasıl hatırınıza? Shuning uchun haligi yomon jinlar bor, kofir jinlar bor, zarar qiladi. Musulmon jinlar yordam qiladi. Mana alhamdulillah bugun shuni bilan Makka ziyoratimiz oxirlab qolyapti. Alloh taolo sizlarga ozgina kunlar qolyapti. Xudo kuch-quvvat ibodatni bersin. Haramda ko'proq tavof qilib ibodat qilinglar. Umradan qilinglar yaqinlar yerga. Charchab qolganlar